Assalomu alaykum. Mana shu videoni kuzatayotgan dastoyni mujik jigarlarim. Bitta podpiska bosib, like bosib, kommentarida o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Toktar bilan Gold urushsa, Gold yutadi deb video qo'ygandim. Kommentarida qozog'istonlik bovurlarimiz xafa bo'lib, kommentariya yozibdi. Provokatsiya qilma, kim yutishini Xudo biladi deb. Jigarlarim, meni o'zim lichni prognoz qilib ko'rib, o'zimning fikrimni aytganman. Men boshqalarning fikrini aytmaganman. Meni fikrimga qo'shilgan insonlar Gold yutadi deb yozib qo'ygan xolos. Bitta narsada Odilxon bilan urushdi Toktar. Odilxon yutdi, keyin yutqazdi. Kamil Karate bilan urushdi. Kamil Karateni yutdi. Agar Tayson bilan Toktar urushsa, Taysonni yutadi. Saturn bilan Toktar urushsa, Saturonni yutadi. Hozir danli moment. Toktar malades, kuchli bola. Lekin Gold umuman boshqa atmosfera u. Gold bir nima deydi ana bu? Sher, haqiqatan ham sher bola-da u. Bir yuragi bir sherdiki. U sher bola u, haqiqatan ham. Nima deydi? Unda bir qaytish degan narsa yo'q-da. To'lki oldinga harakat qiladi. Qancha zarba o'tkazib, basharalari rasvos chiqib ketsa ham u qaytmaydi orqaga. To'lki oldinga. O'shaning uchun ham u yutish imkoniyati ko'proq. Fiziki tayyorgarligi kuchli. Endi yaqinda masalan Toktar yaxshiroq nima deydi, trenirovkani boshlagan bo'lishi mumkin, lekin u Gold anchadan beri o'ziga qarab trenirovka qilyapti-da. Gapiradi, gapirgan gapiga javob beradi. Toktarning ham bitta xarakterini yomon ko'raman, maqtanadi, maqtanchoq. Odilxon bilan ham jang o'tkazgan payt maqtanib, yutqazib qo'ygan payti ham bo'lgan. O'zlaring ko'rib guvohi bo'lgansizlar. Lekin husumatim yo'q Toktarga. To'g'ri, o'zbek jangchilarini yutgan Toktar, malades, gap yo'q. Bu sport, yutadi kimdir yutqazadi. Lekin Gold umuman boshqa atmosfera jigarlar, shu narsani yaxshi tushuninglar. Bu Odilxon emas, bu Kamil Karate emas, bu Tayson emas, bu Saturn emas. Bu Gold bu. Gold yutadi deganlar podpiska, like, kommentar, repost bo'lsinglar. Qozog'istonlik bovurlarim, xafa bo'lganlaringiz shunday promo efirga kiringlar, promo efirda guringlashamiz.